Assalomu alaykum. Hurmatli fermer akalarimiz, tadbirkor akalarimiz, mana bugun 2026-yil 6-fevral kuni Qo'shni davlat Tojikistonga mana ko'chatlarimizni chiqarishga tayyorlab qo'ydik. Mana xudo xolasa bugun chiqaramiz. Mana bu mana keling shoftoli ko'chatlarimiz. Amerikanskiy shoftoli ko'chatlarimiz. Bundan tashqari buni ertachisi ham bor. Ertachisi Big Bon sortimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana Big Bon sortlarimiz. Bundan tashqari yana ancha shoftoli yog'liklari bor, startlarimiz bor, Venus sortlarimiz bor. Mana oxiri ko'chatimizga keladigan bo'lsak, mana bu Yujniy Krasavitsa ko'chatimiz. Mana holatini ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli. Mana shu holatda bo'ladi. Kamerachi akamiz keling yaqinroq. Mana bu olma ko'chatimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu olma ko'chatimizga keladigan bo'lsak, tagligi MM106. Bu yarim pakana kremson sortlarimiz. Bundan tashqari yana 3-4 xil sortlarimiz bor. Aloqaga chiqsangiz agar batafsil tushuntirib beramiz. Keling aka. Bu yerda mana nok ko'chatlarimiz. Nok ko'chatlarimizga keladigan bo'lsak, sortlari Carmen sortlari. Bundan tashqari yana 3-4 xil sortlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin, faqat qilishingiz mumkin. Mana yonbosh ko'chatlarimizni tayyorladik. Yarim pakana oq mag'iz yong'oq ko'chatlarimiz. Avval aka keling qilib gilos ko'chatlarimizni ko'rsatib o'tamiz yana. Mana gilos ko'chatlarimiz. Sortlarga keladigan bo'lsak, mana bitta panalarni ko'rsating. Juda zo'r, juda katta, juda ajoyib. Buni sortlarga keladigan bo'lsak, sortlarimiz hozir bizda borlari Skina, Lapens, Mentapol, Napoleon. Bundan tashqari yana 2-3 xil sortlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana shu holatda dastavka bo'lsa, dastavkaga yetkazib beramiz. Mana shu holatda chiqaramiz. Kelib, qo'lyani ko'rib ko'chat olaman desangiz, qo'lyadan to'g'ri qo'lyaga o'g'irib qazib beramiz. Ya lokimizni yana bir turi bu Santa Maria sortimiz. Mana shu. Bundan tashqari mana bizlarda dekorativniy ko'chatlarimiz ham bor. Kimga mana shunaqa ishonchli ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ekib berish xizmatlari, dastavka xizmatlari ham mavjud.